Assalomu alaykum. Bu moliyam ilovasini ishlash demonstratsiyasi. Ko'rib turganingizdek, ilovani birinchi marta qurilmamda ochganimda mendan akkaunt yaratish yoki bor akkauntimga kirish so'raladi. Ilovamizda bosh sahifasida barcha funksiyalarning xulosasi ko'rsatib o'tilgan. Umumiy balansimizni valyutasini tanlab ola olamiz. Hisoblarimizni ko'rib chiqib, barchasini ko'ra olamiz. Yangi hisob qo'shmoqchi bo'lsangiz esa plus tugmasini bosib qo'sha olasiz. Hisob qo'shayotganda hisob nomi, hisob turi, umumiy summasi, valyutasi va ixtiyoriy holatda karta raqamini ko'rsatib o'ta olamiz. Yaratilgan hisobimizni o'chirmoqchi bo'lsak esa, hisobni ustiga bosib turib, chap tarafga bura olamiz. Tezkor harakatlar orasida xarajat, daromad, o'tkazma va qarz ko'rsatib o'tilgan. Qarz kiritmoqchi bo'lsak, men berganim yoki olganimni ko'rsatishim kerak. Kimdan olganimni ko'rsataman? Miqdori, valyutasi, muddati va ixtiyoriy holatda tavsifini ko'rsatib o'ta olaman. So'nggi tranzaksiyalar orasida so'nggi tranzaksiyalarimiz ko'rsatib o'tilgan. Ularni batafsil ko'rmoqchi bo'lsak, barchasini ko'rish tugmasini bosib o'ta olamiz. Ular orasida xarajatlar va daromadlar bor. Agar tranzaksiya qo'shmoqchi bo'lsak, plus tugmasini bosib qo'sha olamiz. Uni qo'lda kiritsak yokida kamerada va ovoz bilan kiritsak ham bo'ladi. Kamerada kiritmoqchi bo'lsak, kamerani ochamiz. Chekimizni rasmga olamiz va yuboramiz. Hisobimizni tanlagandan so'ng qo'shish tugmasini bosib qo'ya olamiz. Yokida tranzaksiyalarni ovoz bilan qo'shsak ham bo'ladi. 5000 so'mga qurt sotib oldim. Hisobimizni tanlagan holda uni ham qo'shib qo'ya olamiz. Oylik xulosani byudjet tugmasidan batafsil ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Ko'proq tugmasini bossak esa profilimizni, o'tkazmalarimizni, qarzimizni ko'rayotganda qarzimizni yopishni ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Qarzni ustiga bosib turib, o'ng tarafga bursak, yopish tugmasi chiqadi. Qarzni ustiga bosib turib, chap tarafga bursak esa o'chirib tashlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Undan tashqari, daromad, xarajat statistikasini ko'rib chiqa olamiz. Statistikamiz oylik va yillik bo'lib, u xarajatlarimiz, daromadlarimiz miqdorini va foizini ko'rsatib o'tib chiqadi. Taqvimimizda daromadimiz kelgan kuni va xarajat qilgan kunimizni ko'rib chiqa olamiz. Bu barchasi edi. Hammaga rahmat.